Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Bu qatimli haftalik istiqlol xabarlari programmamizga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Mark Stone Xitoy tajovuzchiligini dunyoga oshkorildi. Sky News Story muxbiri Mark Stone Xitoyning atalmış terrorlikqa zarb berish siyosatining Uyg'ur vaziyatini keskinlashtirib o'tganligini ilgari surdi. Sky News Story Asiya ishlari muxbiri Mark Stone Xitoy doiralarining atalmış terrorlikqa zarb berish siyosatining Uyg'ur musulmonlari vaziyatining keskinlashishini keltirib chiqarganligini ilgari surdi. Xabarda ma'lum bo'lishicha, Mark Stone Sharq Turkistonning poytaxti Urumchiga borgan va u yerdagi musulmonlar namoz o'qiydigan eng cho'ng masjid atrofining Xitoy askarlari tomonidan qo'rishilib turganligini va buning odatdagi ishga aylanib qolganligini ko'rgan. Ishg'olchi Xitoy doiralari Sharq Turkistonda yuz bergan qarshilik harakatlarini atalmış terrorlikqa chetish orqali Uyg'urlarning diniy va milliy erkinligini qattiq besimga olmoqda. Xitoy doiralarining bu irqiy ayirmachilik, milliy va diniy kamsitish siyosatining chekidan eshishi sababli Sharq Turkistondagi Uyg'ur-Xitoy to'qinishi kun sari kuchaymoqda. O'tgan dekabr oyidan buyon yuz bergan voqealarda yuzlarcha Uyg'ur Xitoy doiralari tomonidan sudga tortilib qatl qilindi. Ishg'olchi Xitoy doiralari masalani Uyg'urlarga qaratgan irqiy ayirmachilik siyosatini tuzitib hal qilishning o'rniga Uyg'urlarni ba'zi tashkiloti va Iroq-Sham islom davlati tashkilotlariga chetish va atalmış terrorga qarshi turish bahonasi bilan Uyg'urlarni yo'qotish siyosatini tezlatmoqda. Mark Stone xabarda yana mundaq degan: Xitoy doiralari rayonda yuz bergan to'qinish harakatlarini ba'zi tashkiloti bilan Iroq-Sham islom davlati tashkilotining rayon ishidagi a'zolariga ortmoqda. Lekin gaz va neftga o'xshash tabiiy boyligi mo'l bo'lgan bu rayonning yerlik aholilari Xitoy doiralarining rayonda ijro qilayotgan diniy erkinlikka qarshi besim siyosatidan shikoyat qilishmoqda. Rayondagi ba'zi aholilarning deyishicha, ilgari Urumchi aholisining soni 3 million bo'lib, asosan Uyg'ur musulmonlaridan tashkillangan. Ammo hozir bo'lsa aholi nufusining mutlaq ko'p qismini Xitoylar egallab bo'lgan ahvolda turmoqda. But there's another problem. The authorities are so suspicious of Uyghurs. If they're seen talking to foreigners, the repercussions for them could be huge. Mark Stone o'zining mazkur xabarda yana Xitoyning qattiq cheklamalari degan tema ostida mundaq degan: Uyg'urlarning deyishicha, ularning uylari Xitoy doiralari tomonidan yiqib etilgan, madaniyat meroslari buzib etilgan, ularning diniy faoliyatlariga qarshi cheklamalar qo'yilgan. Buning oshkora dalili Xitoy doiralarining Uyg'ur yoshlarining soqol qo'yishini, qiz ayollarining yog'liq ortishi va hijoblanishini cheklashidir. U yana mundaq degan: Xitoy kommunist doiralari o'zining qurolliq radikal islomchilarning hujum nishoniga aylanib qolganligini ta'kidlab kelmoqda. Lekin barliq inson haqlari tashkilotlari, Amerika Qo'shma Shtatlari va muhojiratdagi Uyg'ur faoliyatchilar Xitoy doiralarining bu masaladagi rivoyatlarining yolg'onligini bildirishmoqda. Xabarning oxirida mundaq deyilgan: Inson haqlari tashkilotlari, Amerika Qo'shma Shtatlari va muhojiratdagi Uyg'ur faoliyatchilarining hammasi Sharq Turkiston vaziyatining keskinlashishining asosiy sababining rayonda ijro qilinayotgan Xitoy kommunist doiralarining siyosiy ekanligini ta'kidlashmoqda. So what that is clearly is a drill. This is the Chinese part of town, the Han Chinese part of town. They're very concerned that there could be an attack by Uyghurs. İctimai uchur aloqa vositasi Facebook'dagi Uyg'ur uchurining 28 avgust uchur qilishicha, Xitoyning atalmış terrorizmga qarshi xalq ommasini qapoq turishga majburlash tadbiri xalqaroda qattiq masxaraga uchragan. Uchurda ma'lum bo'lishicha, Qashqarga qarashli bir yezilik hukumat uqtirish chiqarib, yezi aholisini qapoq turish orqali atalmış terrorlikqa qarshi turishga chaqirgan. Angliyada chiqadigan muhofizachi gazetining 21 avgustdagi sonida bu gazetning Shanxayda turishliq muxbiri Tom Phillips tomonidan yozilgan Xitoy doiralari yezi xalqini terrorchilarga qapoq turish orqali zarb berishga chaqirdi nomli maqolasi e'lon qilingan bo'lib, uningda Qashqar shahriga qarashli ma'lum yezda e'lon qilingan terrorchilarga taqobil turishga ishlatiladigan 6 xil qurol qatorida to'qmoq, ora, gurjak qatorliq dehqonchilik qurollardan boshqa yana qapoq turish tadbirining borligi tilga olingan. Maqolada yana yezilik hukumat chiqargan uqtirishning tafsilotini bayon qilinib, yezidagi dehqonlardan terror gumondorlarini ko'rganda ularga yomon ko'z bilan tikilish orqali terrorchilarda ruhiy besim paydo qilib, atalmış terrorchilarni qo'rqitish, yetim qoldirish talab qilinganligi bayon qilingan. Biz bu haqda jamoat arbobi Abduqodir Yapchan bilan televiziyada maxsus suhbat elib bordik.
Abduqodir Yapchan Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda elib berayotgan siyosatining texmo ko'p ziddiyat paydo qiladigan siyosatlar ekanligini, Xitoy bu xildagi vositalar bilan hargizmi natijaga erisha olmaydiganligini, buning Uyg'urlarga elib berilgan yangi ish emasligini, Xitoyning qonliq tarixida Uyg'urlar buningga o'xshash pastkash siyosatlardan qancha o'nlaganni beshidan o'tkazganligini bildirdi. Yaponiya bilan Hindiston Xitoyga qarshi aloqasini kuchaytirdi. 5 kunlik rasmiy ziyorat uchun Yaponiyaga kelgan Hindiston bosh ministri Yaponiya bosh ministri Shinzo Abe bilan ko'rishdi va ikki ministr Xitoyga qarshi taqobil turish uchun o'zaro hamkorlikni kuchaytirganligini bildirishdi. Swiss Info torining 1-sentabr dushanba kuni xabar qilishicha, Yaponiya bilan Hindiston Xitoyga qarshi taqobil turish uchun o'zaro aloqasini kuchaytirgan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, 1-sentabr dushanba kuni kech Tokioda o'tkazilgan yig'inda Xitoyga qarshi turish uchun tangpungliq nishoni paydo qilish qadam bosilgan. Yaponiya bilan Hindiston bosh ministrlari ikki davlat aro texmo hamkorlashishga ma'qullashgan. Xabarda Hindiston bosh ministri Narendra Modining muxbirlarni kutib olish yig'inida 21-asrning Osiyo qit'asi asri ekanligini butun dunyo biladi. Lekin buning tabiati va shakli texnicha aniqlashmadi. Buning aniqlanishi Hindiston bilan Yaponiya o'rtasidagi hamkorlik planiga qarashliqdir. Bizning aloqamiz yangi bosqichga qadam qo'ydi deganligi ilgari surilgan. Yaponiya bosh ministri Shinzo Abe Modiga o'xshash ikki davlat aloqasining yangi bosqichlarga qadam qo'yganligini ilgari surib, Yaponiya bilan Hindistonning aloqasi dunyodagi eng yaxshi taraqqiyot fursatiga egadir. Narendra Modi Janubiy Osiyo sirtidagi alohida ziyorati uchun Yaponiyani tanladi. Bu uning ikki davlat o'rtasidagi aloqani texmo kuchaytirishga tirishayotganligining dalilidir degan. Xitoy G'arbning Rossiyani jazolashiga qarshi turadiganligini e'lon qildi. Xitoy doiralari G'arb ellarining Rossiyaga jazo yurgizishiga qarshi turadiganligini va Rossiyani davomli qo'llab-quvvatlaydiganligini e'lon qildi. Veto Gata torining 2-sentabr seshanba kuni xabar qilishicha, Xitoy doiralari G'arb ellarining Rossiyaga jazo yurgizishiga qarshi turadiganligini va Rossiyani davomli qo'llab-quvvatlaydiganligini e'lon qilgan. Novosti torining xabarida ma'lum bo'lishicha, Xitoyning muavin raisi Chang Gaoli 1-sentabr dushanba kuni Rossiya raisi Vladimir Putin bilan elib borgan suhbatida Xitoy G'arb ellarining Rossiyaga qarshi jazo yurgizishiga va Rossiyaning taraqqiyotiga to'sqinlik qilishiga qattiq qarshi turdi degan. Xabarda Xitoy muavin raisi Gaolining Sibiriya kuchi nomli cho'ng gaz yutkash trubasini boshlash murosimi jarayonida Xitoyning Rossiyani qo'llash uchun qo'lidan kelishcha yordam qilganligini, Xitoyning har xil rangdagi qo'zg'olonlarni qo'llamaydiganligini ta'kidlaganligi ilgari surilgan. Qrimni o'ziga qatib olgan Rossiya navbatda Ukrainada nufuzni kengaytirishni maqsad qilgan bo'lib, Ukraina va G'arb ellarining qattiq noroziligini qo'zg'amoqda. Ukrainaning oxirgi vaziyatining keskinlashishi sababli Avstraliya Rossiyaga qarshi keng jazo yurgizishga tirishmoqda. Shuningga o'xshash Yevropa ittifoqi shanba kuni o'tkazgan yig'inida Rossiyaning Ukraina masalasida siyosiy o'zgarmagan ahvolda Rossiyaga qarshi yangi jazo yurgizganligini e'lon qilgan. Buningga asosan Avstraliya bosh ministri Tony Abbott 1-sentabr dushanba kuni parlament yig'inida Yevropa ittifoqi Rossiyaga qarshi jazo yurgizgan ahvol ostida Avstraliya Rossiyaga qarshi Yevropa ittifoqi yurgizgan jazoga teng keladigan shaklda jazo yurgizdi degan. Rossiya Qrimni o'ziga majburiy qaytib olgandan keyin Ukraina vaziyatining qalaymi-qallashishini keltirib chiqarmoqda. Bir qancha yildan beri millionlarcha o'z xalqini qatl qilgan va millionlarcha xalqining surgun bo'lishini keltirib chiqargan qonxo'r Bashar Asad hukumatini izchil qo'llab kelmoqda. 65 yildan beri Sharq Turkistonni ishg'ol qilib kelgan Xitoy kommunist doiralari navbatda zolim va qonxo'rga yontayoq bo'lgan va o'zgining yurtini besib olmoqchi bo'lgan tajovuzchini qo'llash va quvvatlash orqali o'zining haqiqiy tajovuzchi, zolim, qonxo'r va ishg'olchi hokimiyat ekanligini dunyoga ochiq jakarlamoqda. Musulmon qarindoshlar tashkiloti rahbari Muhammad Badi aka muddatsiz qamoq jazosi berildi. Misrda zolim hokimiyat sudi Musulmon qarindoshlar tashkiloti rahbarlaridan 13 kishiga hukm e'lon qildi. 30 avgust shanba kuni Musulmon qarindoshlar tashkiloti raisi Muhammad Badi qatorliq 13 nafar Musulmon qarindoshlar tashkiloti rahbarlari Istiqoma masjidi voqeasi bilan Al-Jiza jinoiy sud mahkamasiga keltirildi. Mufakkiratul Islom torining xabarida ma'lum bo'lishicha, Muhammad Badi qatorliq Musulmon qarindoshlar tashkiloti rahbarlarini sudga tortilgan Al-Jiza sud mahkamasi
Muhammad Naci Shahataning riyosatchiligida ularning arxivini Misr bosh muftiyligiga Misr muftiyligining ra'yini elish uchun ikkinchi qitim yo'llagan. Xabarda yana Muhammad Badi qatorliq to'kmat ortilgan 13 nafar musulmon qarindoshlar tashkiloti rahbarlari orasida Isam Aryan, Muhammad Al-Beltaji, Basim Avda va Asim Abdul Majid qatorliqlarning borligi. Ularga harbiy inqilob mazgildagi Istiqoma masjidi vaqasida 10 odamni o'ldirish va 20 odamni yaralantirish jinoyati ortilganligi ilgari surilgan. Ma'lum bo'lishicha, ularga ortilgan jinoyatlar haqida Misr fatvo doiralarining dokladida ularning o'limga hukm qilishga munosabatlik dalil isbotning to'liq bo'lmaganligi, shuning uchun ularga o'lim jazosi hukm qilishga bo'lmaydiganligi ilgari surilgan. Dunyo uchur markazi to'rining xabariga asoslanganda musulmon qarindoshlar tashkiloti rahbari doktor Muhammad Badi aka ilgari berilgan o'lim jazosi muddatsiz qamoq jazosiga o'zgartirilgan. Yaponiyaning harbiy rasxodni ko'paytirishi Xitoyni bearam qildi. Yaponiya Mudofaa ministrligining 2015-yillik mudofaa rasxodini 5 trillion 50 milliard Yaponiya yeniga chiqarishi Xitoyni bearam qildi. Yaponiya Mudofaa ministrligi yaqinda umumiy summasi 5 trillion 50 milliard Yaponiya yeni keladigan 2015-yillik mudofaa rasxodi xamchut talabini o'ttirg'a qo'ydi. Bu Yaponiyaning 2 dunyo urushidan keyingi eng ko'p mudofaa rasxod xamchoti bo'lib hisoblanadi. Bu xamchotda yana Yaponiya dengiz armiyasi quruqlikda jang qilish qismining rasxodi ko'paytirildi. Yaponiya Amerikaning Osiyo Tinch okean rayonini qaytadan tangponglashtirish fursatidan foydalanib, harbiy xarajat silinmasini ko'paytib, harbiy tayyorlik qilmoqda. Yaponiya Mudofaa ministrligining bu qatimgi xamchotidagi qurol setib olish planida ko'rsatilishicha, Yaponiya qalqon shakldagi 2 harbiy paraxodni yangidan yasaydi ekan. Yoshirin charlashga qarshi P-1 belgilik aeroplandan 20 ni, F-35 tiplik aeroplandan 6 ni setib oldi ekan. Hamda 2018-yillik moliya yilidan ilgari dengiz burkuti belgilik transport aeroplanidan 17 ni setib oldi ekan. Shinzo Abe hokimiyati taxtga chiqqandan buyon Yaponiya Mudofaa ministrligining rasxodi uda 3 yil ko'paytirildi. Yaponiya shunga hujumchi qurollarni ko'plab setib oldi. Bu qurollar o'z ziminining mudofaa ehtiyojidan halqib ketdi. Buning ichida shuningga diqqat qilishga arziydi-ki, bu xamchotda 378 milliard 100 million Yaponiya yeni yoshirin charlashga qarshi P-1 tiplik aeroplandan 20 ni setib olib, uni Amerikaning P-3C tiplik belgilik koni charlag'uchi aeroplanining o'rniga almashtirdi. Yoshirin charlashga qarshi P-1 tiplik aeroplanni Yaponiya Mudofaa ministrligi texnik tadqiqot o'rni tadqiq qilib yasagan. Yaponiya mudofaa kuchini taraqqiy qildirish fursatidan foydalanib, o'zining harbiy sanoat kasbining taraqqiyotini zo'raytmoqda. Bu qurol-yarog' eksporti 3 prinsipida bo'sish yasalgandan keyin Yaponiyaning kelgusidagi mudofaa jabduqlari eksportini zo'raytadi va buningga tadrijiy asos soladi. Xitoy Yaponiyaning o'zini qurollantirishidan qattiq andish qilmoqda bo'lib, Yaponiyaning bu yil 8-yilning 29-kundagi harbiy xarajat xamchotining 2 dunyo urushidan buyongi eng ko'p xarajat ekanligini, Yaponiyaning harbiy kuchi urushdan keyingi tinchlik asosiy qonun cheklamasidan allburun halqib ketganligini, Shinzo Abe hokimiyatining harbiy kuchini zo'raytish yo'lida mengayotganligini bildirib g'ingshimoqda. Xitoy yana Shinzo Abening ko'nglidagidek xamchoti bor. U bo'lsa-mu Amerikaning Osiyo Tinch okean rayoni strategiyasi fursatidan foydalanib, yuzaki jihatdan Yaponiya bilan Amerikaning ittifoqdoshlik munosabatini kuchaytirib, parda orqasida selinmani zo'raytib, o'zini yangi boshdan qo'rollantirish ekanligini bildirmoqda. Xitoy mutaxassislari yana nomus qilmasdan Amerika Yaponiyaning kollektiv qo'g'dinish huquqini kengaytirish, harbiy kuchini kuchaytirish, hatto 2 dunyo urushidan keyingi qilibni buzish, Yaponiyaning normal davlatga aylanishiga yo'l qo'yishga boshladi. Shundaq deyishga bo'ladiki, Shinzo Abe bu nishonini qisman ishga oshirdi. Keyingi bosqichda Shinzo Abe hukumatı harbiy texnikani zo'raytib, harbiy qurol-yaroqlarni setib, iqtisodiy amaliy kuchini oshirdi. Shunga Shinzo Abe Yaponiya iqtisodini oshirish uchun yangi yo'lni ching tutmoqda ham qaytadan harbiy ishlar cho'ng davlatiga aylanish g'arizida bo'lmoqda. Lekin qurol kuchi kishilar qalbini moyil qila olmaydi. Faqat ishonchsizlik paydo qiladi hamda o'chmanlik va urush o'tig'i so'raydi. Yaponiyaning harbiy ishlar jihati zo'rayishini Osiyo xalqi qabul qila olmaydi. Dunyo xalqimi qabul qila olmaydi. Filippinda Xitoyga qarshi harakat to'sib qilindi. Xitoyning Filippindagi elchixonasini portlatmoqchi bo'lgan 3 kishi qo'lga olindi.
2014 yılı 9. ayının 2. günü Filippin paytaxtı Manilada Xitayning Filippindagi elchixonasini portlatmoqchi bo'lgan 3 kishi qo'lga olindi. Gumondorlar adliya bo'limiga elib berildi. Filippin davlatlik tekshirish idorasining amaldorining oshkorlashicha, Filippin soqchi taraf shu kuni Manila xalqaro aerodromidagi mashina portlatish delosini muvaffaqiyatli holda to'sib qolgan bo'lib, bu voqeani Filippin hukumatining Nanxay dengizi strategiyasidan norozi bo'lgan bir qism kuchlar keltirib chiqargan ekan. Uningdan boshqa Xitoyning Filippindagi elchixonasimi bu kuchlarning hujum qilish nishonining biri bo'lib qolgan. Manila xalqaro aerodromi 9 ayning 1 kuni saharda axborot vositalariga Filippin davlatlik tekshirish idorasining shu kuni sahar soat 1:45 minut o'tganda Manila xalqaro aerodromida mashina bombaga o'xshab ketadigan bir sayohat avtomobilini qo'lga tushirganligini, shundaqla naq maydondan bomba qarashtirayotgan 4 nafar gumondorni qo'lga tushirganligini oshkorlagan. Filippin axborot vositalarining Filippin davlatlik tekshirish idorasining nomsiz amaldorning so'ziga asosan xalqaro aerodromni portlatmoqchi bo'lgan bu radikal kuchlar qo'rashtirgan bombaning asosli kuchlik portlash kuchiga ega bo'lgan portlatqichga tingib qo'yilgan benzin qochlangan quti ekanligi aniqlangan. Xabarlarda aytilishicha, bu kishilarning portlatish nishonida yana Xitoyning Filippinda turishliq elchixonasi, Filippindagi eng chong mol sotib olish savdo sarayi, Osiyo qit'asi savdo sarayi, shundaqla yana necha yuzlagan Xitoy ishchilarini yollab ishlatayotgan qurilish shirkati qatorliqlarmi bor ekan. Portlatish voqeasi tug'dirmoqchi bo'lgan bu kishilar Filippin hukumatining Nanxay dengizi masalasida Xitoyga qaratgan harbiy ishlar maslikida yumshoq pozitsiyasidan norozi bo'lgan kishilar ekan. Filippin davlatlik tekshirish idorasi amaldorining so'zi vositlik holda bu qatimliq voqeaning terrorlik hujumi bo'lish ehtimolligini yo'q chiqargan. Violent because all along we have been advocating a peaceful settlement. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, eng oxirida bu ekranimizda ko'rib turayotgan bu rasm, bu Lalmishning rasmini ko'rib balkim hayron qolayotgan bo'lishinglar mumkin. Albatta bizmi xabarimizning eng oxirgi xabarimizni bu echinishlik bir xabar bilan oxirlashtiramiz. Xabarning tafsilotini tuvanda ko'rib o'tsizlar. Hindistonda bir qiz mana bu lalmish bilan majburiy holatda to'y qilgan. To'y qilishga majburlandi ham to'y qildi. Bu xabar bilan xabarimizni oxirlashtiramiz. Shu joy vaqti 2014 yili 8 ayning 30 kuni Hindistonning Johar Xat degan yerida Mangli Monda ismli 18 yoshli hindistonlik qiz bilan bir lalma itning to'y marosimi o'tkazilgan. Bu to'y marosimi bo'lsa, shu qabildagilarning an'anasi bo'yicha qabilaga kelgan balo qazolardan saqlanish uchun o'tkazilgan ekan. Mangli Monda ismli bu qiz kishilar tomonidan o'z qabilasiga balo qazo elib keldi deb qaralgan bo'lib, kent oqsoqoli darhol bu to'y marosimini o'tkazishni talab qilgan. O'ylamagan yerdan Mangli Mondaning dadasimi bu to'y marosimiga qo'shilib, o'zi bir yerdan bir tal lalma itni tepib kelib, qizini shu itga yotlik qilgan. शादी विवाह जो हम कर रहे हैं अभी ये उसको कोई बाधा नहीं आएगी. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunday qilib bu qatimli haftalik istiqlol xabarlari programmamiz mush yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmamizni ko'rishguncha sizlarni janobiy Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.